ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, bugun Allohning marhamati bilan biz Iordaniya Hoshimiylar podshohligi bu universitetiga tashrif buyurdik. Bu jamiani ko'rib juda ham mamnun bo'ldik. Bu yerda yaratilgan sharoitlar, talabalar uchun imkoniyatlar, qolaversa har xil kulliyalarning borligi bizni juda ham mamnun etdi. Va ayniqsa bu yerda o'qiyotgan talabalarimizni shar'iy ilmlarni o'zlashtirishlikda har kim o'z mazhabiga muvofiq o'rganishligi, Hanafiy mazhabi ham borligi bizni quvontirdi. Va bu yerda o'qiyotgan bizni talabalarimizni ham ishtiroki borligi, talabalar o'qiyotganligi albatta bizni yurtimiz uchun kelgusida yaxshi xizmat qilishga sababchi bo'ladi. Men O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi, O'zbekiston musulmonlari bosh muftiysi sifatida tashrif buyurar ekanman. Ushbu jamiaga yanada rivojlar so'rab, bu yerda ta'lim berayotgan mudarrislarimizga uzoq umr, Alloh qilayotgan barcha xayrli ishlarga ajr mukofotlarini berishligini so'rab, tolibi ilmlar butun dunyodan kelib ilm olayotgan tolibi ilmlarimizga Alloh taolo yanada yaxshi xayrli ilmlar berishligini so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.